Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Bir bolali mahallimizda bir multfilm ko'rdim. Unga bir 50-60 yil o'tib ketgan bo'lsa kerak. O'sha esimda qolgan edi. Juda kulgili edi. Bir ahmoqlar qishlog'i bor ekan. Bu yerda hammasi ahmoq ekanda. Shular endi tashib tirikchilik qilib yuradi. Uni haligi oqsoqoli bor, maslahat berib turadi. Shularni endi shunday keyin ularni haligi bug'doy zoriga bitta cho'chqa kirib qolibdi. O'shani tepalab yeyapti. Uni haydab chiqish kerak tezroq dedi. Uning ichiga kiradigan bo'lsa dedi, tepalavoramiz u. Nima qilaylik dedi. Hech o'zlari nima yo'lini topolmasdan borib qishloqda oqsoqolni chaqirib keldi. U aytdiki, darrov dedi, bitta zambar qilinglar dedi. O'shani dedi, 4 taylar ko'tarib olasizlar dedi. Haligi uradigan odam dedi, o'shani ustiga chiqib olib turib, uni qo'llab haydab chiqadi dedi. Ular darrov zambarda olib kelishdi. Haligi nimani o'tkazdi unga. Bittasini o'tkazib kirishdi. Kirib haligi cho'chqani qo'llab chiqishdi u yerdan. Qo'llab chiqishib, tashqariga chiqib, nimasi haligi xursand bo'lishyapti, va deyapti. Oqsoqolimiz juda aqlli edi mana. Agar uni o'zi kirganda tepalab tashlardi. Mana hozir u zambarda ustida turib tepalamadi, hech qanaqa ziyon bo'lmadi deyapti. Mana shuni ko'rib rosa kulgan ekanman. Hamma kulishganda. Shunaqa ham ahmoq odam bo'ladi. Bo'lar ekanda. Yana bitta emas, juda ko'p ekan bo'lsa kerak-da. Mana u Oliy Kengashdagi o'tirganlar o'zi shunaqa rosa qirt ahmoqlar bo'lsa kerak-da. O Alisher Qodiriyevni saylab qo'yishibdi. O'zlariga boshliq qilib. Endi mana Rossiyada bitta migrantni urib o'ldirishibdi. O'ldirganlar ham hali amollar ekan, bir qaroqchi boshqalar emas. Ular u qaroqchidan yomon albatta. Lekin u odamlarni himoya qiladigan bo'lish kerak, uni o'ldirish emas. Shunga endi Alisher Qodirov chiqib turib, shu yerda Rossiyadan deydi, tezda chiqib ketinglar deyapti. Sizlarni bo'lmasa o'ldirib qo'ymasin deb. Tasavvur qilib ko'ringlarchi. O'sha yerda bo'pti, tez chiqib ketishga harakat qilishdi. Kuniga 1000 tadan odam chiqib ketadigan bo'lsa, tasavvur ko'ringlar-da. 1000 ta odam chiqib ketishi iloji ham yo'q. Bu ko'ryapsizlar, hozirgi mahalda har kuni qanchadir odam ketyapti. Har doim bilet bo'lmay qoladi. Sababi odam to'lib qolgan. Ana endi o'sha ketayotgan odamlarni hisoblab chiqib ketsa, O'zbekistondan har kuni bir necha yuz odam chiqib ketishi mumkin. Lekin bir kunda bir necha ming odam chiqib ketishi qiyin. Hisoblab ko'rdimda qancha bo'lar ekan deb. Agar har kuni 1000 tadan odam chiqib ketadigan bo'lsa, 2000 kun kerak ekan. Bilasizda 1 million odamda har kuni 1000 tadan chiqsa nima bo'ladi? 1000 kun ketadi. Endi 2000 kunni hisoblab ko'ringlar. Bu salkam 6 yil bu. Bo'ptani 2000 dan chiqib ketsin. 3 yilda chiqib ketsa bo'lar ekan. Va bu eshemiye darrov chiqib ketinglar deyapti. Bo'pti, darrov chiqib ham ketsin. Tasavvur qilib ko'ringlarchi, hozir O'zbekistonga 2 million migrant qaytib keldi. Ular qayerda ishlaydi, nima qiladi? Yo'qki nima qilsin? Seni enaymi yotadi turadimi ular, ha? Ana u Alisher Qodirov degan. Bu nimaga bular shunaqa ahmoqona gap gapiradi? Birinchidan ahmoq, o'g'ri kazzob. Bir gapiriyatni o'ylab o'tirmaydi. Sababi ular biladi. Ularni bu gapi uchun birov masxara qila olmaydi, yo ura olmaydi,
hali tevadagi odam qo'l tegsang yo'q, avvalda qamab tashlaydi. Shuning uchun bu men gapiryapman, buni o'ylab gapiray, bu uyat emasmi? Men shuni o'ylab ko'rmaydim faqat. Nimaga deganda ularda uyat degan ham narsa yo'q. Bu o'sha yuqoriga ko'tarilgan odamlar, eng iflos odamlar ko'tariladi. Bu mana hujjatda aytaylik. Bilasizlar, pora bermaydigan bo'lsa hech kimni yuqori joyga qo'yib yuqoriga ko'tarmaydi. Pora berish uchun odamni haligi oyligidan bermaydi. U eplab shu davlat pulni o'g'irlaydi. O'g'irlab turib, keyin yarmini tevaga uzatib turadi. Keyin qolgandan yeganini yeb, qolganini to'plab turadi. Undan keyin katta pul to'plangandan keyin haligini uzatib, undan kattaroqqa ko'tariladi. Endi u yerda ishlayapti. Endi yuqoriga, undan yuqori ishga ko'tarilish uchun bu yerga sarflagandek pul yetmaydi. Endi kattaroq uzatish kerak. U yana kattaroq o'g'irlaydi. O'g'irlab haligi shunday qilib borib shu tevaga ko'tariladi. O'zi bizni ichimizda agar birorta ahmoq emas odam bo'lsa, shuni to'g'ri deydi. Sababi bilishadi hamma yerda pora bilan bo'lgani uchun. Endi bu ifloslar porani nimaga berib, tevaga bergandan keyin endi o'sha yer uni haligi sotib olgan mulkiga aylanadi. Prezident haligi olgandan keyin pastdagilarga o'sha qilgan ishlariga qanaqa yomon ish qilsa ham tegmaydisan deb deydi. Mana o'zi Mirziyoyev o'zi chiqib aytgan. Hokimlar degan, meni dedi, vakillarim dedi, bitta qo'lingni tekkiza olmaysan degan. Bu degani porani olyapti, boshqa olyapti, tegmaysan unga degan. Shuning uchun ular shu qadar quturdiki, bu nimalar, hokimlar. Bitta hokim o'sha ekologiya xodimi kelib turib, daraxtlarni ketyapsa, arrasini olib qo'ysa, hali qo'lidan tortib olib, yoqasidan sudrab yuribdi. U nimaga u yerda daraxtlar nima uchun kesilyapti? O'shaga bitta tadbirkor o'zini bir korxonasini, bir narsasini qurmoqchi. Bir ishlab chiqaradigan narsasini. Unga ruxsat bermagandan keyin o'sha hokim keldi o'zi. Hokimga shunchalik zararmi? Birinchidan, o'sha daraxtlarni noqonuniy kesyapti. Buni mana nima aniqlab aytyapti ekologiyani xodimi. Lekin u ruxsat bermayapti. Haligi nimani hokim yoqasidan ushlab olib sudrab ketyapti. U axir ekologiyani xizmatkori, bu o'sha yerda o'z vazifasini bajaryapti. Unga tajovuz bo'lyapti bu. Lekin qilyapti u. O'sha yerga hokim kelib turibdi. Agar shu kesayotganlarga xalaqit beradigan bo'lsang, olib borib qamataman deyapti. Endi tasavvur qilinglarchi, nima uchun hokim shunchalik nima qilyapti bunga? Qiziqqonchilik bor, shuni bitishini xohlayapti. O'zi oladiganini olgan u. Uni oladiganini olib, beradiganini tevaga berib bo'lgan. Hech kim narsa deya olmaydi. Shuning uchun haligi hokimlar nimani xohlasa shuni qiladi. Ekologiya buzilib ketdi, ko'p ko'rdinglar. Shu non yopayotgan tandirni buzibdi. Bu yerdan sen tutun chiqib ekologiyani buzyapti. U dalba yop deganda endi eng ahmoqning ishi bu ahmoqlar emas. U nima deb qo'yadi? O'ruschaga nagli deb qo'yadi. Hech nimaga birovni mensimaydi. Mana shu xohlaganini qiladi. Nimaga meni jazolab qo'yishdan qo'rqmaydi? Yo'q. O'sha yerni sotib olgan. O'shaning uchun mana Mirziyoyev gapirdi. Meni hokimlarim yo'q. Kim bitta qo'l tekizmaysan deyapti. Axir qonun bor. Qonunning oldida hammamiz tengmiz. Shuning uchun hokim ham, kambag'al ham bir xil javob berish kerak. Yo'q, bular hokimlarchi javob bermaydi. Shuning uchun olgani uchun shu ish bo'lyapti-da. Mana u O'zbekistonda qarzi 70 milliardga yetibdi.
70 milyardga yetgan bo'lsa 35 yil ichida har yili 2 milliarddan qo'shilaveribdi. Bunday ketadigan bo'lsa, har yili 2 milliarddan qo'shilib ketadigan bo'lsa, bir necha yil o'tib bu O'zbekistonning qarzi o'zini hamma ishi O'zbekiston sotib bersanglar bu yetadigan, bunisi yetmaydigan bo'lib ketadi. Shunga bu nimalar mayli o'g'irlamadi ham deylik, porani ham olmadi deylik, lekin shu yurtni 70 milliard qarzga botirgani uchun ular aytish kerak edi. Biz mana hozir tinchlik, Xudoga shukr, urush bo'layotgan yo'q. Yer qimirlab bir falokat bo'lib, shunga katta zarar bo'layotgan yo'q. Shu tinchlik mahalda biz har doim bu har yili 2 milliard qarz qo'shishni o'rniga 2 milliarddan hech bo'lmasa yo'q qilib borishimiz kerak edi. Butunlay yo'q qilib tashlashimiz kerak edi buni. Endi qo'limizdan kelmadi, bu yerda bo'shataylik. Shunday odamlarga beraylik, eplaydigan desa deyish kerak edi bular. Lekin bular unaqa demaydi. Sababi o'sha nima, hali kana bo'ladi-da. Kechgina kana tushadi. Haligi ayniqsa itlarga tushganda peshanasiga tushadi. Boshqa yerdagi itali nima qiladi. Shunaqa kattayib ketadi. U kattaygan sari yana ham ko'proq ichadigan bo'ladi-da. Bular o'sha kanaga o'xshaydi. Bular o'sha ichyapti shunday qilib. Bir uyimizda qo'y baqardikda, bir kun bitta qo'y yiqilib qoldi. Hayron bo'ldik endi, bu nima bo'ldi ekan deb. Bo'lmasa yaxshi baqamiz. Keyin men ham qaramabman, otam uyda yo'q. Hali so'yvoraylik desak, ariq ekan. Otamdan so'ray deb ko'chaga chiqib ketdim. Ko'chaga chiqib otamni qidirib yursam, qaytib topolmadim, qaytib kelsam, bitta odam bizni qarindoshimizda uyga kelgan ekan. Kelib, mana bu qo'y shunaqa bo'lib qoldi desa, borib turib silab, "Ey, ariq ekanda so'yvorgani ham yaramaydi" deb qo'li bilan silasa, qarasa, g'ich hali kana bosib qolibdi. Bu kana bosib ketdi dedi. Yo'qdi, darrov tozalashga tushdik, hali kanalarni doriladik. 5-6 kundan keyin o'rnidan turib ketdi. Shu bilan yana qo'y bo'lib ketdi. Hozirgi O'zbekistonda ham o'sha mana kanalardan tozalab turib, o'shuna qilib yaxshilab nima qiladigan bo'lsa, yana mana u qarzlar yo'qolib ketadi. Lekin o'zimiz harakat qilmaydigan bo'lsak, bu yo'qolmaydi. Uni ustiga bu tuzum harom tuzum. Harom tuzumda hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun mana islom tuzumida yashaylik deb harakat qilishyapti odamlar. Uni mana boshimizda turganlar juda qattiq kurashib ularni yo'q qilyapti. Nimaga deganda, islom tuzumi tuzilganda bular o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Bu haromxo'rlar elni talolmaydigan bo'ladi. Shunaqa qarzga botiramiz. Shuning uchun ular juda qattiq qarshilik qiladi. Agar biz O'zbekistonda erkin, boy bo'lishini, ishsizlar yo'q bo'lishini xohlasak, biz o'shalarga qarshi kurashishimiz kerak. Kurashmasak hech qachon bu bo'lmaydi. Shu kunda bunday davom etib ketaveradi. Shu nimada bir Goethe degan nemis shoir borda. Erk va ozodlikka ega bo'larkan kimsa, uni deb har kuni jangga otlansa deb. Biz shuning uchun har kuni bularga haromxo'rlarga qarshi jangga otlansak o'nglanadi. Bo'lmasa birov kelib o'nglab bermaydi. Ahvolimiz shunaqa bo'lib, bundan borib qarzga shunday botamizki, oxiri Xitoyga hammasi sotilib ketadi. Biz haligi lo'lilar yurardi, lo'lilarga o'xshab butun dunyoga tarqab ketamiz. Shundan saqlanish uchun kurashaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.